Assalomu alaykum. Bugun mana 3-iyun 2025 yili. Navbatdagi mana o'z shaxsiy bog'imizdagi videolarni tushirishga qaror qildik. Hozir mana bu ko'rib turgan üzümimiz Amerikanskiy sort kishmish Halloween. Ya'ni bu üzümni biz o'tgan yili o'zimizningki bog'imizdagi mahalliy üzümlarimizga payvandlaganmiz. Amerikanskiy sort kishmish Halloween. Üzümimizningki ildiz sistemasiga keladigan bo'lsak, bu yili Xudo xohlasa 3-bahorni ko'rib o'tdi. Endi bu üzümimizningki mevalarga keladigan bo'lsak, bu yil mana nishonni ko'rsatdi. Taxminan mana shundan bir 10-12 donadan oshiq turgan edi hozir mana bu yerda. Ularni bizlar qirqib olib tashlayapmiz. Qirqib olib tashlashimizning sababi mana o'sish sustlashib qolgan. Keyin mana bu mevalarning hammasini qirqib olib tashlayapman. Sababi birinchi yillari, ya'ni 1-2-3 yil mobaynida ildiz sistemasini yaxshilab rivojlantirib olish kerak. Üzüm daraxtlarimiz ko'p yillik bo'lishi sababli birinchi kuchni ildizga berishimiz kerak. Xudo xolasa oldagi vaqtda bundan ham yaxshi mevalarni baratayotgan niyatlarimiz bor. Endi mana shu shox kelasi yilga mana mevali shox hisobda tanlab olamiz. Bizning shpalyerlarimiz, ya'ni üzümlarimiz gorizontal holatda yotig'i bilan, ya'ni bog'lanadi. Mana o'tgan yillik, 1 yillik shox deb e'lonlasak, Xudo xohlasa bu endi kelasi yilga bu meva bermaydi. Endi mana bu yilgi ko'k shoximiz kelasi yilga meva beradi. Shu bugundan boshlab bizlar ko'k novdalarni kelasi yil meva uchun tanlab qarashimiz kerak. Baquvvat mana shunday qalinligi o'rtacha hisob bilan 8 mm dan 12 mm gacha qalinligi bo'lishi kerak. Agar bizlar mana bunday shoxlarni tanlab oladigan bo'lsak, bu nimjon hisoblanadi. Bu mevalarni to'g'ri, durust, yaxshi berolmaydi. Shu sababdan shoxni tanlagan vaqtda ham mana shunaqa shoxlarni parvarishlab borishimiz kerak. Ya'ni mana buning holati tepaga qarab o'sib kelyapti. Shpalyeralarimizninki gorizontal holatida joylashgan, ya'ni üzümlarimizning o'sishi vertikal, tik qarab o'sadi. Xudo xolasa har biringizning xonadoningizda mana shunday mevalar nasib etsin. Allohim har birimizga mana shuningki ne'mati deb aytmoqchi ko'rishlarni nasib etsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.